Mülk Suresi'nin faydası. Bismillahirrahmanirrahim. Mülk Suresi Kur'an'dagi 67. sure. Mekke'de düşkün. Bul surenin munjiya, iyilik beruvchi, maniya, tıyuvchi degan attari bar. Bir rivoyatda Mülk Suresinin har bir tamg'asi uchun yer yuzuna bir perishta tushib, ani o'qigan odam uchun kechirim so'rosi to'g'risida xabar berilgan. İbn Abbas radiyallohu anhudan rivoyat. Allah'ın elchisi sallallohu aleyhi ve sellem'den sahabalarından biri bilbegen abalda bir qabr üstüne çatır kurdu. Andan keyin qabr içindeki bir kişinin Tebarekellezi biyadihil mulku suresini o'qiganini uqdi. Qabrдағы adam sureni o'qib bitgandan keyin janağı sahaba payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu aleyhi ve sellem'ga kelib munday dedi: "O Allah'ın elchisi, bilbesden qabr üstüne çatır kurdum. Oşol uçurda qabr içindeki bir insan Tabarek'te o'qiganini o'qib qaldım." Rasululloh sallallohu aleyhi ve sellem bul sure qo'rg'ovchi, saqtovchi jana iyilik beruvchi dedi. Qabr azabından dağı qo'rg'oyt deb javob berdi. Tabarek Mülk Suresini 7 jolu o'qigan adam baliya qirsiqlardan alыс bo'ladi. Eğer erte menen kechinde bul sureni o'quga odatlansa, qabr azabından da saqtaladi. İbn Masud radiyallohu anhudan rivoyat qilingan. Payg'ambarimiz sallallohu aleyhi ve sellem Mülk Suresi qabr azabından tiyat deb aytgan. Rasululloh sallallohu aleyhi ve sellem Mülk Suresi har bir mo'minning yuragida bo'lusin qalaymin degan. Kur'an'da bir sure var. Al 30 ayattan turadi. Al Mülk Suresi. Qiyomat kuni bul surenin şafaati bir insanды tozoqdan chiqarib beyishga kirgizadi. Har kechada Mülk Suresini o'qigan insondan Alloh taolo qabr azobini yo'q qiladi. Kur'an'da 30 ayatdan turgan bir sure var. Kim ani uqtovning oldinda o'qisa, al inson uchun 30 savob yoziladi. 30 kunosi kechiriladi. 30 daraja ko'tariladi. Allah bir perişte jo'natadi. Al perişte al insonning üstüne qanotini jayib, al uyg'onguncha barliq jamanlıklardan saqtaydi. O'lik qabrga qo'yilgan uchurda azab perişteleri anın but tarafından keladi. Butlar aytadi: "Bul jerga kelishga yo'l yo'q." Al kecheleri turib, tunki namozda Mülk Suresini o'qigan deydi. Bosh tarafından kelganda til bul joqqa kele olmaysiz. Al meni Mülk Suresini o'qigan deydi. Azap to'dan tosat degan hadislarda aytgan. Kimdir biri ko'zi o'g'irganligi uchun 3 kun üzgültüksiz bul sureni o'qisa, o'g'irgani to'xtaydi, jana shifo topadi. Bul sureni har doim bag'imdat namozdan keyin o'quvni odat qilgan odam Allohning hukmi bilan cheksiz yordamga tatiqti bo'ladi. Juma kuni tundin jarmında turib darat olib, 2 rekat namoz o'qib, birinchi rekatinde Fatiha suresidan keyin Mülk Suresinin aldınqı 15 ayatını, ikinci rekatinde Fatiha suresidan keyin qalgan 15 ayatını o'qib, namaz bitgandan keyin ya dayimu ya hayyu, ya fardu ya qadimu, ya ahadu ya samadu, sallallahu ala Muhammadin va ala ali Muhammadin degan duoni o'qib, muhtojligin Allohdan so'rasa, inshaalloh so'ragani qabul bo'ladi. Qiyinchilikqa uchragan odam tang atarda darat alıp 21 jolu bul sureni o'qisa, Allah'ın hükmü menen qiyinchilikdan chiqadi. Bul sureni har doim o'qib jiruni odat qilgan adam bul dinida g'ana emas, oxiratda dağı Allah'ın cheksiz merimdiligini bilinadi. Qabr azobidan qutuladi. O'lim kelgan uchurda shaytonning jamanligidan qutuladi. Bul bayan ıyık aylar jana qabul bo'lgan duolar kitobidan alındı. Hurmatli musulmon bir tuğandar, Bizdin Iqro Media kanalımızga qattalыңыздар.